Vuy, hozir mana shu ag'darlik ketadi deyman. Okey, mana shunaqa videolar qo'ygandan keyin bor-ku kommentariyada mazax o'rishadi. Okey, videoni qoyilataverasiz, dondirib olsa deyshadi. Okey, har qatdan bor-ku, men bunaqa videolar bilan emas, o'zi normalniy video, o'zim chiqib gapirgan videolar ham bor. Rosa ham zo'r foydali bo'lyapti. Men videoni ko'p ko'rilish ishqiboz emasman, okey? Ma'lumotlar ko'pchilikka yetib borishi, to'g'ri odamga yetib borish tarafdoriman. O'zim meni birinchi marta ko'rib turgan odam bu o'zi nima reklama qilar ekan deb turibman, okey? Biz pinoplast ishlab chiqarish bilan shug'ullanamiz, okey? Men o'zim shu mahsulotdan ishlab chiqarib, klientga yetib borgungacha bo'lgan proseslarni to'liq mana shu profilga qo'yib boraman, okey? Sizga qiziq bo'lsa, obuna tugmasini bosib qo'ying. Xullas, okey, bizda ishlab chiqarayotgan mana bu polistiren lombozlarimiz bor-ku, loy lombozi o'rniga agarda uyingiz tepasidan issiq o'tib ketayotgan bo'lsa-yu, siz uyimni polistiren lomboz qilaman yoki qanaqa lombozdan qilsam ekan desangiz, okey, eng optimal varianti bu polistiren lomboz bo'ladi. Nima uchun optimal variant? Chunki bu polistiren lombozlarni siz o'zingiz bemalol tayyorlasangiz bo'ladi. Asosiysi sostavida pinoplastda, granulasi, ikki xil qo'shimchalar tayyor turgan bo'ladi. Siz faqat ozgincha mehr bilan suv qo'shib yuborsangiz bo'ldi. Qancha suv qo'shilishi ichkarida yozilgan bo'ladi yoki bizlar mutaxassis tushuntirib berishadi. Xullas aka, agar sizga loy lombozi o'rniga polistiren lomboz mahsulotlari kerak bo'ladigan bo'lsa va bu haqida to'liqroq ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, profilga o'tib bemalol ko'rib olsangiz bo'laveradi. Videoga like bosib, qurilish qilayotgan yoki qurilish bilan shug'ullangan akalarga videoni tashlab qo'yasiz. Obuna bo'lishni esdan chiqmasin. Assalomu alaykum.